Assalomu alaykum. Avvalgi darsimizdan boshlab menyular to'g'risida so'z yuritishni boshladik. O'sha mavzuni davom ettiramiz. Ushbu darsimizda birinchi bo'lib akselerator o'rnatishni o'rgangan bo'lsak. Akselerator aslida nimaligi to'g'risida avvalambor sizlarga aytib bersam. Fayl menyusiga kiradigan bo'lsak, birinchi qismida ham, ikkinchi qismida ham akseleratorlar turibdi. New file qilish uchun Ctrl-ni bossa ham bo'lavergan. Fayl menyusiga kirib, new fileni tanlab o'tirish shart emas ekanda, klaviaturadan Ctrl-ga qo'shib ni bosib qo'ysa ham bo'lavergan. Shu narsa akselerator. O'zimiz yasagan menyu itemlarga ham akselerator o'rnatish mumkin hammasiga. Fayl ochishda masalan akseleratorni o'rnatish uchun set accelerator degan metodni ishga tushiramiz. Bu yerda keycode combination degan obyektga yasalish kerak. Keycode'ga masalan O ni qo'yamiz. Key combination'ga control down ni qo'shib qo'yamiz mana. Kodni ishga tushirib ko'raylik boshqatdan. Endi fayl menyusiga kirsak, ochishda ro'parasida Ctrl+O paydo bo'lib qoldi. Endi men fayl menyusiga kirib ochishda bosamanmi yoki bo'lmasam Ctrl-ga qo'shib O'ni bosamanmi, klaviaturaning ikkalasi ham bir xil funksiya bajaradi. Boshqa menyu itemlarga ham xuddi shu narsani tatbiq qilishimiz mumkin. Masalan, fayl ochishga emas, fayl nashrga ham qo'ysak bo'ladi. Bu yerda Ctrl-N bo'lsin deylik. Fayl chiqishga ham qo'yishimiz mumkin. Bu endi keycode X bo'lsin, alt down bo'lsin. Alt bilan X ni bosganda chiqib ketish kerak. Kodni mana qaytadan ishga tushirib ko'rsam endi. Fayl menyusiga kirsak, nashr qilishga Ctrl-N, ochishga Ctrl-O, chiqish uchun alt X ni bosishimiz mumkin ekan. Endi yana bitta narsa bor. Menyularda alt ni bosib tursak mana, qo'yolmagan holatimizda. Fayl menyusini bosh harfi bo'lgan F harfini tagiga chiziqcha chizilib qo'yilyapti. Edit menyusida E ni tagiga chiziqcha chizilyapti. Bu degani klaviaturadan shu tagiga chizilgan harfni bossang, shu menyuning ichiga kirib ketaman degani. Masalan, source menyusiga kirish uchun S ni bossam mana source ga kirib ketyapti. Endi format tanlashimiz uchun alt qo'yvormay turgan holatda F ni bossak, format ishga tushadi. Yoki bo'lmasam alt F ni bosib turib, fayl menyusining menyu itemlaridan new file degi N ni tagiga chiziqcha chizilib qo'yilibdi. N ni bossam new file ishga tushadi mana. Yangi fayl yasashda oynasi mana bizga ko'rindi. Xuddi shunaqangi narsalarni ham qilishimiz mumkin. Alt bilan F ni bosganda fayl menyusi ishga tushsin deyish uchun F dan oldin underscore deydi. Buni ostga chiziqcha qo'yamiz. Ochishda O ni tagiga chizilsin deyish uchun O dan oldin shunaqangi narsa qo'shishimiz kerak. Nashrda N dan oldin chizilsin deyish uchun N ni tagiga, chiqishda C ni tagiga chizilsin deyish uchun C dan oldin shunaqangi underscore ni belgilab qo'yishimiz kerak. Endi mana kodni ishga tushiradigan bo'lsam, alt ni bosib F ni bossam fayl menyusiga kiradi. Alt ni bosib qo'yvormagan holda N ni bossam nashr qilish tanlanadi. Yana sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, menyularga kirsanglar, fayl menyusida mana ko'p ekan, yonida ikonkalar bor, mana rasmchalar bor. Shunaqangi rasmchalarni ham biz o'rnatishimiz mumkin. Uning uchun avvalo rasm obyektlarini yasab olishimiz kerak. Kompyuterda C diskidagi vaqtincha degan papkamda mana 3-4 ta rasmlar joylab olganman. Shu rasmlarni birinchi navbatda o'zimiz ishlab turgan papkaga joylashtirib olsak, rasmlarda obyektini yasab olamiz. O'zimga shablon yasab olmoqchiman, ishimni osonlashtirish uchun new image shu joyga har doimgidek get class deb yozishimiz kerak. Get resource as stream deymizda, qo'shtirnoqning ichiga faylning nomini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Hamma fayllarimiz PNG fayllar. Endi shu qatordan ikkita nusxa olsam o'zim ishim osonlashadi. Birinchisi ochish rasm bo'lsin, keyingisi nashr rasm bo'lsin, keyingisi chiqish rasm bo'lsin. Nashr rasmdan kichkina bo'lsa ham bo'laveradi. Ochish rasm uchun ochish panaga fayl qo'yib olganmiz. Mana ochish panaga faylni bekka olib kelib qo'yamiz. Nashr rasm uchun nashr panaga faylimiz bor. Chiqish uchun chiqish panaga faylimiz bor. Endi bu yasab olgan image'larimizni menyu itemlarda ro'parasiga o'rnatishimiz uchun nima qilamiz? Fayl ochishga set graphic degan metodi bor. Anonim image view obyektini yasab turib, konstruktoriga ochish rasm obyektini ko'rsatib qo'ysak, shu bilan mana kodni ishga tushirib ko'ramiz hozir natijani ko'rish uchun. Mana ochishda ro'parasida xuddi mana bu NetBeans'da new project yoki new file'lar degan boshda rasm bor bo'lgani kabi, bizning ham namunaviy dasturimizda ochishda ro'parasida rasm bo'ldi. Xuddi shu narsani boshqalarga ham tatbiq qilsak bo'ladi. Masalan, fayl nashrga ham shu narsa, fayl chiqishga ham xuddi shu narsa. Bekka ochish rasm emas, endi nashr rasmni qo'yamiz. Bekka endi chiqish rasmni qo'yamiz. Fayl nashr bo'ladi. Bunisi fayl chiqish bo'ladi. Endi mana kodni ishga tushirib ko'rsak, mana har bitta menyu itemlarimiz ro'parasida chiroyli bo'lib rasmchalar o'rnadi. Ushbu darsimizda gaplashmoqchi bo'lgan narsalarimiz shundan iborat edi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.